Bu Hindistonning 3 milliard 700 million dollarlik yer osti yadro suv osti paraxod yasash bazasi INS. U tashliq qiyaning orasiga yasalgan bo'lib, yadro hujumidan saqlanish uchun loyihalangan. Shuning bilan bir vaqtda bu bazada suv osti paraxodlarining maxfiy to'xtashi uchun suv osti tonellari ham mavjud. Bu baza Hindistonning kuchayotgan yadro suv osti paraxodlarini saqlash uchun yasalgan bo'lib, 12 gacha suv osti paraxodini sig'dira oladi. Bu yadro suv osti paraxodlari yaqin kelgusida Hindistonning 3 yadro to'sish supasining biri hisoblanadi. Hindiston necha 10 yangi suv osti paraxodini, jumladan 5 yadro ballistik boshqarilgan bomba qo'yib berish iqtidoriga ega suv osti paraxodini ishga kirishtirish uchun tirishayotdi. Bular Xitoyga qarshi turishda halqiliq rol o'ynaydi albatta. Lekin hozir Hindistonning 2 suv osti paraxodi, Xitoyning bo'lsa 12 suv osti paraxodi bor. Shundaq bo'lsa-mu bu sonlar emas, balki tirkishish o'yini. Uyga yaqin joyda mashg'ulot qilish Hindistonga afzallik yaratib berdi. Xitoy paraxodlarining mashg'ulot doirasi Hindistonning suv osti paraxodlarining doirasi ichida. Bu xil yuqori xatarlik tirkishlarda g'alba doim birinchi hujumga bog'liq. INS bazasi o'zining o'rin afzalligi bilan to'qinish yuz bergan taqdirda Hindistonga ikkinchi harakat fursati berdi. Shunga bu baza Xitoyni tizginlash strategiyasining asosini tashkil qilib qolmay, balki Hind okeaniga texnik kuchli dengiz armiya qurish uchun milliard dollarlik mablag' selishga yo'l ochadi. Shuni e'tirof qilish kerakki, yangi Dehlining dengiz armiyasidagi ustunlikka erishish yo'li oson bo'lmaydi. Ammo Xitoy bilan jiddiylik kuchayotgan bir paytda bu zarur. Bengal qo'ltiqi dunyodagi eng cho'ng dengiz bo'yidagi suv liniyasi bo'lib, Xitoy va Hindistonning tez sur'atda yuksalishi bilan eng strategik joyga aylanmoqda. Dunyodagi eng avvat dengiz yo'llarining nurg'unlari bu liniyadan o'tadi. Hamda qo'ltiqining o'zida g'oyat zo'r tabiiy boyliqlar mavjud. Dunyo bo'yicha tutilgan baliqning taxminan 7% bu yerdan tutiladi. Bu yiliga 400 millionga yaqin odamga yetarlik oqsil deganlik. Shuning bilan bir vaqtda dengizdagi tabiiy gaz va xom neftning muhim zapaslari bor. Texnodanliq bo'lgani shuki, bu qo'ltiq eng strategik dengiz bo'g'uzi Malaka bo'g'uziga joylashgan. Har yili taxminan 94 ming paraxod uningdan o'tadi. Bu dunyo bo'yicha umumiy savdo mollarining 30%ni to'shiydi deganlik bo'ladi. Bu bo'g'uz yana dunyodagi eng cho'ng neft to'shish yo'li bo'lib, har kuni 23 million 700 ming bak xom neft buningdan o'tadi. Sharqiy Osiyodagi zavod va sanoatni energiya bilan ta'minlaydi. Texmi muhimi bo'g'uzdan o'tadigan neft va gaz Xitoyning barliq energiya importining 80%ni tashkil qiladi. Bu ahvol Malaka bo'g'uzini Xitoy iqtisodining asosliq jon tomiriga aylantirdi. Bu ojizlik Beijingning diqqatidan chetda qolmadi albatta. Xitoy zapas plan sifatida boshqa ta'minlash yo'llarini qurish uchun jiddiy tirishyapti. 3 koridor alohida gavdalanib turdi. Yunnan o'lkasidan suzilgan Xitoy Myanmar iqtisodiy koridori bor. O neft turbusi, temir yo'l va yo'llardan tashkil topgan bo'lib, Xitoyning rayonlik markazi Kunmingni Myanmardagi 7.3 milliard dollarlik Kiao dengiz portiga tutashtirdi. Janubiy Osiyoning yana bir uchida Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori bor. Bu 3000 kilometrlik ul haslat turlari to'g'ri bo'lib, besib olingan Sharqiy Turkiston rayonini Karachi orqali Gwadar portiga yetkazib, Arab dengizi bo'yidagi portlarga tutashtirdi. Sharqiy Turkistonga yana o'rta koridor joylashgan bo'lib, Urumchi va Qashqardagi savdo markazlaridan O'rta Osiyoga, Kaspiy dengizi orqali Turkiyaga berib Yevropa ittifoqi bilan tutishdi. Bu 3 koridor qanchalik kuchli bo'lsa-mu, yana Malaka bo'g'uzining sig'imiga yaqinlashmaydi. Shunga Xitoy oxirgi 20 yilda o'zining dengiz armiyasini zamonaviylashtirishga sarf qildi. Bugungi kunda Beijingning dengiz armiyasi Amerikadan cho'ngroq hamda balkim texmi zamonaviy. 2023-yili Amerika Mudofaa ministrligi Xitoyning 370 dan ortiq jang paraxodi borligini doklad qildi. Bu Amerikadan taxminan 78 dona ko'p. Yana bir tarafdan Xitoyning 96 jang paraxodi dengiz bo'yi mudofaa paraxodlarini o'z ichiga oladi. Shunga Amerikaning paraxodi oz bo'lsa-mu, ammo ulardan cho'ngroq hamda texmi ko'p o'q kuchini elib yura oladi. Texmi cho'ng strategik kuchga erishish uchun Xitoy ishlab chiqarishni TP-055 tipli qo'g'ilg'ichi va TP-092 tipli yadro suv osti paraxodi va 3 aviamatga qatorliq cho'ngroq yer yuzi paraxodlarga yo'tkidi. Bu xil ig'ir tipdagi paraxodlar texmi cho'ng kuch namoyon qilib, Xitoyning Malaka bo'g'izidagi ojizligini tugatadi. Ammo buningga ergashib yana bir masala o'tirg'i chiqdi. Cho'ng tipdagi dengiz armiyasi texmi keng ta'minlash qo'llashini talab qiladi. Shunga oxirgi 10 yilda Beijing yangi diplomatik munosabatlarni o'rnatib, Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizidan boshqa joylarda o'zining dengiz armiyasi uchun ba'zi huquqini izlayotdi. Hozirga qadar Beijing 46 davlatga 30 milliard dollarga yaqin yordam berdi. Hamda davomli bu yumshoq kuch siyosatini ishlamoqda. 2017-yili Xitoy Djibutida tunji chet el dengiz armiya bazasini ochdi. Hozir Kambodja, Pokiston, Tanzaniya va boshqa davlatlar bilan o'xshash kelishimlar tuzilmoqda. Ammo eng ko'zi ko'rinarli bo'lgani Bengal qo'ltiqidagi Xitoy kuchlarining ko'payishi.
Myanmardagi Kapo dengiz porti va Bengaldagi BNS Pakoa dengiz armiya bazasi har ikkisi sohibxon davlatlar tarafidan boshqarildi. Ammo yaqinqi yillarda Xalq ozodlik armiyasi dengiz armiyasi ularni eng ko'p ishlatdi. Bu davomliq mavjudlik deb ataladigan strategiya mos keladi. Bu rayonda ta'minlash markazlarini qurish va ularni yil bo'yi ishlatish Xitoyning Hind okeanidagi faoliyati yerlik kishilarning nazarida normallashtirdi hamda uning inovatini oshirdi. Davomliq mavjudlik yana Beijing bilan yoshirin bexatarlik hamkorlashuvchilar o'tirisidagi oraliqni qisqartirdi. Shuning bilan bir vaqtda yerlik ittifoqdoshlarining ishonchisini oshirdi. Yana bir tarafdan Xitoy o'zini yer shari kuchi sifatida ko'rsatishga ko'rsatayotgan bir paytda rayonlik artistlarni o'z harakatlarini qayta o'ylashga majburlaydi. Biroq 7500 kilometr dengiz qirg'oqi va 1000 dan ortiq orolga ega Hindistonning g'oyat zo'r dengiz yoshirin kuchi bor. Biroq qo'shnilardan kelgan bexatarlik tahditlari yangi Dehlining dengiz kuchini ishga solishni cheklab qo'ydi. Hindistonning faqat 130 jang paraxoti bor. Bu Xitoyga solishtirganda 3.1 ga yaqin. Uning ustiga Hindistondagi jang paraxotlarining ko'pinchisi kona, qo'rg'on hamda NATO o'lchami bo'yicha o'lchaganda maqsadga mos kelmaydi. Bu xil cheklamalarga duch kelgan Hindiston hozir dengizni rad qilish strategiyasiga yo'tkilyapti. Buning asosi INS dengiz armiya bazasi. Hindistonning Sharqiy dengiz qirg'oqining o'ttirisiga joylashgan INS dengiz armiya bazasining qurilishi 2005-yili hozirgi Wag dengiz armiya portidagi qistonchilikni azaytish uchun boshlangan bo'lsa-mu, Xitoyning davomli mavjudligi bu jarayonni tezlatdi. INS dengiz armiya bazasi 2026-yili tamomlanmoqchi. Tamomlangandan keyin u Hindistonning kuchayotgan yadro energiyasi bilan harakatlanadigan suvosti paraxot flotining ko'p qismini sig'dirdi. Bu Hindistonning Xaynan orollariga Xitoyning Yulin dengiz armiya bazasiga qarata bergan qaytarma javobi bo'ladi. Necha 10 yillardan buyon Hindistonning suvosti paraxot floti asosliqi dizel elektr sinos tipli hujum suvosti paraxotlaridan tarkib topgan. Biroq 2016-yili INS Arixantining ishga kirishtirilishi bilan Yangi Dehli dengiz armiyasini zamonaviylashtirishda bir bosish hosil qildi. Uzunluğu 100 metreden aşırıgan her birinin kıymeti $470 milyon turadigan Arxanat tipli suvosti paraxoti Hindistonning tunji yerlik ishlab chiqarilgan yadro ballistik boshqarilgan bomba seplangan suvosti paraxoti. Az sondagi davlatlar bu xil paraxotlarni yerlik ishlab chiqara oladi. Hindiston Pokistonga qarshi harakatchan yadro to'sish kuchini izlayotgan vaqtdan tortib hozirgacha bo'lgan 40 yillik tadqiqotning natijasi. Arxanat tipli suvosti paraxoti 700 kilometr doiraga 12 ballistik boshqarilgan bomba yoki 3500 kilometr yiroqlikka bora oladigan 4 dona Kolum 4 tipli yadro iqtidoriga ega ballistik boshqarilgan bomba qo'yib beradi. 2024-yili Kolum 4 tipli yadro iqtidoriga ega ballistik boshqarilgan bombasi Hindistonning Arxanat tipli ikkinchi suvosti paraxotida sinab qo'yib berilgandan keyin xabarlarga chiqdi. 3500 kilometr doiralik Kolum 4 tipli yadro iqtidoriga ega ballistik boshqarilgan bomba Xitoyning Xaynandagi harbiy aslahalarini nishonlay oladi. Hamda Arixanat tipli suvosti paraxoti raqiblarga qaraganda texmo jimjit harakat qilg'achqa Hindistonning yangi floti keltirib chiqargan tahdid Xitoy siyosatchilarini bearam qilishga boshladi. 2017-yili suvosti paraxotining bir xodimi keltirib chiqqan texnik xatolik sababidan bir og'ir voqea yuz berdi. Natijada paraxot suvga cho'kib ketdi. Bu xil ahvollarga qaramay yana 2 Arxanat tipli suvosti paraxoti bu yil ishga kirishtirilishi mo'ljallanmoqda. 2035-yilga borganda INS dengiz armiya bazasiga Hindiston flotining yana 3 zamonaviy S5 tipli yadro energiyasi bilan harakatlanadigan suvosti paraxoti va 6 dona Project 77 tipli yadro energiyasi bilan harakatlanadigan hujumchi suvosti paraxoti bilan kengayishi mo'ljallanmoqda. Bu xeli keng ko'lamlik tizimlik bo'lib, tizimlik bo'yicha INS dengiz armiya qo'mondonlik markazi, shundaqla 16 kilometr yiroqlikdagi Achota Poromdagi Baba atom tadqiqot markaziga bevosita kirish imkoniyati bilan ta'minlanadi. Hindiston 2018-yili o'zining yadro 3 bo'lingini qurdi. Ammo yadro suvosti paraxoti pilotining soni va murakkabligi oshgan sari 3 bo'ling vaqtida pishib yetilanmadi. U Hindistonga texnik cho'ng strategik to'sish kuchi, hayot qilish iqtidori va ikkinchi hujum iqtidori berdi. Bu cho'ng ko'lamlik to'qinishlarning oldini to'sadi. Gerçi ta'sirlik bo'lsa-mu, Hindistonning cho'ng quruqlik qirg'oqlaridan boshqa 1200 kilometr janubiy sharqda Andaman va Nikobar orollari bor. Bu 500 dan ortiq kichik orollar to'pi Myanmardan 300 kilometrdan azroq janubga joylashgan Andaman va Nikobar orollari dengizdagi Sharqiy Janubiy Osiyoni Bengal qo'ltig'idan ayirib turadigan mudofaa to'siqini shakllantirdi. Bu orollarning umumiy ko'lami 663 ming kvadrat kilometrlik alohida iqtisodiy rayonga ega bo'lib, bu Hindistonning umumiy alohida iqtisodiy rayonining 30%ni tashkil qiladi. Uning ustiga bu orollar xam neft va tabiiy gaz qatorliq tabiiy boyliqlarga boy. Ammo bu orollarni strategik jihatdan muhim qiladigani ularning o'rni.
Malaka bo'g'zidan taxminan 500 dan 600 kilometr yiroqlikda joylashgan Andaman va Nikobar orollari Hindiston dengiz armiyasi uchun oldingi safidagi mashg'ulot bazasi rolini o'ynaydi. Hamda yer yuzidagi ilg'or ko'zish sistemasi bilan Hindiston bu rayondan o'tadigan Xitoy paraxodlarini unumli ko'zlaydi. Ammo bu hammasi emas. Umuman qilib aytganda, Andaman va Nikobar orollari Hindistonning foydasiga tamponlikni o'zgartirdi. Ammo hozir yangi Dehli bir qadam ilgari mengayotdi. Xitoy Hindistonning orqa o'ylasiga kirgandek, Hindistonmo Xitoyning orqa o'ylasiga kirishga boshladi. Bosh minister Modining sharqiy harakat siyosati bo'yicha Hindiston Sharqiy Janubiy Osiyoga nazar solmoqda. Ammo suhbat uchun emas, balki qurol savdosi uchun. 2024-yili 4-oyda Hindiston Filippinga birinchi turkum Brahmos tiplik darajadan tashqari boshqarilgan bombasini yetkazib berdi. Hamda Vyetnam bilan o'xshash qurol savdosi planlanmoqda. Birlikda aytganda, Hindiston Janubiy Xitoy dengiziga kirish va suv osti qal'asi qurish orqali Xitoyning boyliqlarini tarqatishga va uni Bengal qo'ltig'ida qurshab qo'yishga tirishmoqda. Har qanday ahvolda bir rayonning kontrolligi hamisha bir davlatga miros qolmaydi. Hamda raqobatlash bilan o'zgaradi.